Oldimmi? Çoğul olayotgan ham kiroga, olmayotgan ham kiroga. Tomoshabinlar qopdi. Xafagarchilik emas, kraskasi bor ekan. Bitta kraskasini ko'rib beramiz. Joyi yo'q deganingizga aytaman. Xo'p, abiz bor ekan, to'g'ri? Yo'q, bular bezabiz chiqqan-ku. 23 bu. Dardan bilib. Kimning nomi edi aka? Keling, bu o'ng tomonidan o'tib oling. Bismillah deb o'ting qani? Ay, kalduzi ham. Orqasini ham bosaversinlar. Mana, pul to'yamizga? Boshing. Shuna bir ko'rsa ko'rsin deng. Orqasiga kirgilasiz keldimi? Hamma qochadi. Hamma qochadi kelibdi bor. Omon bo'ling, qayerdan siz aka? Qarshidan. Abror. O'zingiz nomingizga. Men chiqarib chiqasiz. Maske. Qancha yurdingiz aka? 93 ming. 93 ming. Nechta so'rayapsiz? Kraskasi yo'qmi? Yo'q. Savdo qilamiz. Aytavering. Kelishtirib ayting faqat. Instagramdan qandaysiz? Faolmisiz? Kredit qaysi bankdan? Sizga xizmatga turibdi o'sha. Kredit bor odamga qimmat turadi. A5dan ko'ra balandroqqa turadi. Nech bildingiz? Xo'p, mayli. Kredit qancha? Bir kreditning summasini bilaydi. O'zidan ko'p emasmi? Qo'lga ishtima qolmagan-ku. Mayli, narxini ayting. Nech bildingiz? Nima narxi? Qolmish olganman-da, o'sha paytda. O'sha paytda shunday edi. Ana o'qib, nomiga o'qib, nima qilsam bo'laveradi, to'lab ketishi ham bo'laveradi. Xo'p, sizga nech pul berib to'lab ketsa bo'ladi, darcha? Bilmadim shuni, men siz oldingizga keldim, so'ragani bilganim. Bilsam birdan aytayim, kim oladi, menga 50 ming dollar beringlar, qolaveringlar. Aka, mashina tan narxini aytaymi hozirgi? Dalil momentdagi narxini aytaymi? Eng baland narxi. Juda patolar narxi. 107 milliongacha oladi. Eng baland olgan odam. Qo'lingizga necha yil bo'lsa davom ettirib ketsa bo'ladi. Ha, balkim kimdir shunday mashina qidirib yurgandir shaylar. Oylik to'lov necha puldan chiqqan? Hozir bu oydan to'lab chiqadi. Bu oydan 4 milliondan chiqadi. Qancha vaqtdan to'ladingiz? 2 yil qoldi. 3 yilini to'ladingiz. To'lab bilayapman. Boshda ana nimasidan urg'urda shayapman-da 10 million. Tak, 24 oy 4 milliondan to'lash kerak. Tushunishimcha. Shunday bo'lsa kerak. Hozir ko'rsa 88 million 96 million to'laydi. 2 yil davomida mayda-mayda. Sizga necha pul bersa bo'ladi shunday qo'lingizga? Chunki 120 da cho'z. Ya 120 olmaydi. Qarang, 120 olmaydi. 120 olmaydi aka. Aytolmang, hech bo'lmasa pattalar narxi men 105 dedim. Eng baland narxi siz kredit turibdi-ki 2 million usti bilan 107 million dedim. Tushundingiz? Kreditni ham inobatga olgan holda o'zi 105 dan baland so'ralmayman bu boshida. Eng baland so'raganim. Vizabes bular uncha talab yo'q. Undan ko'ra 90 million boya keyin ertalabki oldim-ki 2020 necha pul oldim? 88 Oqsuv. O'shanda ham ma'qulda odamlar. To'g'ri 23 emas, lekin 20 Oqsuv arizlari bu o'sha ma'qulda. 88 millionga oldim. Ertalab shu kungi savdoda. Hozir men buni 23 bo'lgani bilan bezabez. Ham Suitda ham siz yoqtirgansiz o'sha payt trendga chiqdi bular bir. Bir yil trendga turdi, tushib ketdi. Chunki foydasi bo'lmaydi. Biz aqlim trendni ko'tarmaydi. Aytayki, menga olibtalik qilma, foydasi yo'q deydi-ki. O'zbekistonga ming har xil svitni tiqavering, foydasi yo'q. Shu bizankilar oqqa urganga iqlimimiz shunga talab qiladi. Oq rang mana. Oq bo'lsa. O'shanda. Kimda yo'qsa. Nima deysiz? Na chuqur nafas olamiz. 3 yil kredit to'lasang, sen ham chuqur olasan deb. Ya qiynalganim yo'q kreditdan olib. Topish yaxshi bo'lsa qiyin bo'lmaydi. Ya qiynalganim. Aka, bir ko'ring. Bo'ladi desiz mayli aka. O'sha gap. Naqdini ko'ring, kreditdan chiqarib oling.
bu to'lab ketish davom ettirishga bermang, maslahatim. Men sizga yigitcha ko'ring, maslahat beraman, bir uka sifatida. Men shuni ichyapman. Imkoni bor. Yopib Kerak emas, aka. Naqdga soting, kreditni nomimizdan chiqarib bering, bo'ldi aka. Kerak emas. Davom ettirib ketding. Bo'ladi desiz, aka, mayli aka. 1,5 so'm qo'shib bormang. 107 million bo'lsa oldim aka. Eng baland narxga so'radim sizdan. Og'ir bosiq odam ekansiz, o'shani evazi. 107 million bo'lsa bering olib qolaman. 110 olmaydi. Hech bo'lmasa hozir 110 sotishga ko'ngil. Mana ichishdan, to'g'risida 110 ga olmaydi aka. 107 ta chiqarib savdo qilishim uchun ham men juda ko'pala guring qilyapman-da. Men siz og'ir bosiqligingizni bildim, ko'p gapni ko'tarmasligingizni ham bilaman-da. O'shani evaziga 107 ni qo'yib beraman sizga. Eng baland narxga men o'zim olaman. Bering bo'lsa 107 millionga olaman. 107 23 avtomatlarni ham ola olaman. Bilasizmi? Savdo ko'rib borsangiz. 22-23 avtomatni ham olaman. Bepuldan beraverasizlar. Gap, olsam ustiga pul qo'ymay berishim bor. Ya, ko'ryapman. Ertalabda ikkita mashina shunday keldi, olib, ustiga pul qo'yib beraman. Vaziyat juda og'ir bo'lsa, aka foydalanib nima qilamiz? Ya, to'g'ri. Otam o'tib ketguncha oldi o'tdim-da. Qishdim olib ketma, qarab turdim. Erta men ham ishni olib ketmayman. Hammamiz ham shu. Bir narsani olib ketdi otam. Odamlar rahmatini, qilgan yaxshiligini olib ketdi. Anshlar kor qilyapti. Bilsam bilmasam. Balkim aqlim kichkinadir, yetmas, lekin shunday deb bilaman. Biz ham shu, siz ham shu, men ham shu. Bekutdigan hamma shu. Oxiri bor hammani. Kino tugadi hammamizga bir kun. Svit o'chgan kuni yongan payt boshqachaga o'ylamiz. Aka, bo'ladigan qilib so'radim. Qochirmay so'radim. Maydalashmadim. Yeymanmang, 1,5 so'mga qaramang. 110 lik mashina bo'lganda bittadan so'rab 110 ga olacaqdim sizdan. Ishoning zo'r so'radim. Taksi qilmaganman, toza. Bildim. Taksi qilmaganingizni, probegini so'raganimdan bilmadim. 90 ming yurganman deganingiz, bu degani aka, chiroyli minilgan 3 yilga degani. 30 mingdan yurgan bo'lsangiz ham 90 ming yuribsiz. Taksi 30 ming yurmaydi bir yilga. Uni bilib turibman aka. Hamshirlar 2 dan ziyod yuribdi. Otangizga rahmat. O'sha men kimdan bo'lsa ham yurganini so'rayman, o'zi bila olaman. Nima ish qilganini mashina. Mashina qiynalmagan. Yaxshi. O'shani evaziga men 107 million so'rayapman aka. Agar 110 ga olsaydi men olachdim 110 ni birdan. Sizni qiynash niyatim yo'q aka. Boyagi yuguringiz xato. To'g'ri tushunayman, u xatodir. Davom ettirib ketishga bo'lsa ham biror olsin degan. Kerak emas. Misol qilmang. O'zingizda boshingizga yangi g'alg'a orttirgan bo'lasiz. Olgan odam to'la olmasa sizga boradi. Urib qo'yib yo bir avtoavariya qilib qo'ysa siz javobgarlik qilasiz. Bilasizmi shu narsalarni? Bo'lmaydi qisqasi, kerak emas. Bo'ldi aka, 1,5 so'm qo'shib bermay chiqasiz boring. Nomard so'ramadim, mard so'radim. 107 million naqd pul so'radim. Bering. Bu savdoni ham qidirasiz lekin. To'g'ri, qidirayotgan mahalam kelyapti. Yo, bo'ldi, yaqinlashib qoldi. Barakani qolgani bersin, hisoblayaptilar. O'rab akam. Ha, shuni to'g'risi. Aka, shu barakani qolgani bersin, aka. 8 demiyam deyapti. Mana qarang, hozir shuncha narsa erishdingizki, erishdik tug'ilgan paytingiz yapaloq tug'ilgansiz. Shunday. Ha. Ketkinizcha ham xuddi shunday ketasiz. Shunday. Odamniki shu bayga bersin, halolidan bo'lib, yaxshi narsalar bersin, bo'ldi. Chiroyli yashash kerak, ketish kerak. Avtobus qaytadi aka, ishoning qaytadi. Ikkita narsa orqasidan yugurilmaydi-da. Birinchisi avtobusni ketidan, ikkinchisi qizlar ketidan. Kutib tursa navbatdagisi keladi, ikkoni ham. Ishoning keladi. Qolganning orqasidan yuguravering aka. Zo'r so'radim. Barakangiz bor, 107 million naqd pulga. Aka. Bo'l, ong bering. Aytolmang, siz hech bo'lmasa 110 bo'lsa sotaman degan ko'nglingizga fikr bor, lekin aka, ochiq aytaman, 110 ga agar olib sotishlar bo'lsa olib qo'yaman qo'lingizdan. Mayli aka, bering, qiynalmaying dedi. Men hech kim olmasa o'zim sotishni bilaman, o'zimga qoladi aka. O'shani evaziga aytaman-da. Lekin ishoning chiroyli narx so'rab turibman-da. Sizningcha kam, menimcha ko'proq. Lekin sizdan olgim kelyapti mashinangizni. Sezilyaptimi?
Kim oladi bu deb shuni aytib, mashina ko'payib ketdi. Qarang, keyingisiga o'tib ketdim kelmayapti. Oldingizga turibman. Shu odamdan mashinani olaydi. Qandaydir odam o'zi yoqadi sal. Qandaydir odam bilan ko'p gaplashkim kelmaydi. Endi kelgan hurmat qilib deymandan, prosta shunday aytaman-da keyingisiga o'tib ketaman. Mashinangizni olgim kelyapti, siz sotgisi kelmayapti. Ya nima sotdingiz? Sotgan olib keldim. Bu odamlarni anaqa qilgan, kelgan ahmoq qilgan. Yo, unga hech kim kelmaydi. Qarang. 110 dan necha pul o'tib berasiz? Shuni ayting ham, to'g'ri kelsa aytib ko'raman sizga. Bir gapimni. Bo'lmasa qaytdim aka. Endi odam ko'pda, ham mashinam ko'p kelyapti, bular ham umidvorda tezroq aka keyingisiga o'tsin deb o'tiribdi hammachi. To'g'risida. Bo'latgan ko'ring. 110 dan qancha o'tib berasiz? Mana ochiqgina 110 juda baland. Olib bo'lmaydi. Aytavering, ana. Mana shuncha o'tib beraman. Akmal to'g'ri kelsa olding, bir og'iz gapni ayting. To'g'ri kelsa mayli olaman aka. Yog'ini almashtirib beraman bular. 110 ga olsa, sotsangiz yog'ini almashtirib beradi. Yo, yog'ini almashtirmang, olgan odam almashtiradi. O'sha narsa. Yo. Mizanga qo'yadi. Mizanga qo'yadi. Ha, chiroyli ko'ring. Bu fikr qayerdan kelganingizga? Qandaga? Sizlar o'tyapti. Qo'ying, kelgan fikrni qarang. Men hayolimga hech narsalar kelmabdi. Ya to'g'risida. Keyin chiqadi. O'zi 2000 ming hozir yog'ini almashtirishga 2000 kilometr. Shuni aytayapman. Ya, olgan odam o'zi alishtiradi aka. Necha pul o'tib berasiz? Shuni ayting, to'g'ri kelsa bittadan olaman deyman. Bilmasam endi. Men bitta guring, men o'zim aytay yana. 110 ga baland. Men sotsam ham siz sotsangiz ham. Tushundingiz? Ana men sotsam ham 110 ga shu mashina baland, siz sotsangiz ham shu mashina 110 ga baland. Boyatdan beri gapni mag'zi shu. Aytib boraman. Endi qarang. 108 million beraman-da, 109 ga sotuvga qo'yib qo'yaman. Shayxdan olsa oldi, olmasam sotaman kimga bo'lsa shuni 109 millionga. 110 ga baland. Faqat rozi bo'ling. Bir so'm yarasiga qarab. Bom barakas, naqd 108 million. Kreditdan chiqarib olamiz. Bo'zi aka barakasi. Oling. Oling. Baraka toping. Ha. Bunday turibsiz, ha? Olasiz, mingiz keluvdi bizdan. Qayerdan sizniki? Eski shahardan. Eski shahardan. Ish nima ish? Ustachilik. Ustachilik. Bering. Mayli, beraman, qarang. Faqat bir narsa. Krediti bor, boshiga Eshittirman, 70 millionni berasiz akamni qo'liga. Akam borib kreditni yopadi. Keyin anundan keyin generalni olasiz. Tushundingiz? Ma'qul, ha? Ma'qul. Xo'p, arzonni aytib ketaman. Akajon, texpasini berasizmi? Mashina. Shart emas, 23 ming texpasportsa, bular 22 chiqmagan-ku. Xo'p, 2023-yil Dartman Cobalt mexanika. Faqat bezabez. Yurgani 90 ming, galobkalar ko'tarilmagan, metan gazi bor, kraskasi yo'q, radnoy. Tushundingiz? Kraskasi yo'q, radnoy. 108 million so'mga oldim, 109 million bo'lib sizga topdi. 1 million qo'yib sotdim hozir. Sezdingizmi shuni? Qoladigan 1 millioningizga rozimisiz? Roziman. Alloh barakali etsin aka. Rozi bo'ling. Aka 1 million qo'yib sotdim mashinangizga. Ko'rdingizmi? 110 sotmadim baribir. 109 sotdim. Tushungan odam ekansiz. Keling. Mana aka 2023 texpasportda. 1 million qo'yib sotdim. Alloh qolgan pulga barakali etsin. Rozi bo'ling. O'zi qayerdansiz aka? Baragan. Shuni qara oynalikka kirib registratsiya qilib chiqing. Qara oynalikka. Akajon, shunday boring qara oynalikka. Xona. Mexanika